Saroy javohiri seriali qahramonlari 22 yildan so'ng serial qahramonlarining keyingi taqdiri qanday kechdi? Bu savollarga roligimiz davomida javob olasiz. Saroy javohiri o'zbek tomoshabinlari tomonidan katta qiziqish bilan tomosha qilingan Koreya seriallaridan biri. Serial ilk bor 2003-yilda Janubiy Koreyada efirga uzatildi va butun dunyo bo'ylab muvaffaqiyatga erishdi. Serialni namoyish qilish huquqini 91 mamlakat sotib oladi. Oradan 22 yil o'tdi va bugun sizlar bilan serial bosh qahramonlari taqdiriga nazar tashlaymiz. Tangem Changim shoh oshpazi lavozimidan muvaffaqiyatli birinchi ayol shifokor bo'lgan So Changim, ya'ni Tangem obrazini aktrisa Lee Yong-e ajoyib tarzda ijro etdi. Biroq Saroy javohiri serialida suratga tushgandan keyin uning karyerasi tanaffus davri boshlandi. 2009-yilda u tadbirkorga turmushga chiqdi va egizak farzandlarini dunyoga keltirdi. Hozirda 54 yoshli aktrisa Sayimdan Yorug'lik kundaligi serialida bosh rolni o'ynab, yana ijodga qaytdi. Min Chon Ho Saroy xodimi Tangemga oshiq bo'lgan Min Chon Ho rolini aktyor Ji Jin Hee ijro etgan. Ushbu serialning muvaffaqiyatidan tashqari 2010-yilda u Don E serialdagi roli bilan yana bir bor shuhrat cho'qqisiga chiqdi. Hozirgacha u son sanoqsiz serial va badiiy filmlarda rol o'ynadi. Choi Gim-yoon serialda Min Chon Ho tomonidan sevgisi rad etilgani sababli munosabatlari yomonlashib ketgan xonim Choi Gim-yoon rolini Hon Ri-na o'ynagan. Hozirda 57 yoshli aktrisa ijod dunyosida faol emas. U so'nggi marta 2004-yilda 3 xotin serialida rol ijro etgan. Qirol Chonjon hozirda 55 yoshda bo'lgan aktyor Im Ho Tangemga oshiq bo'lgan qirol Chonjon rolini o'ynaydi. 1996-yilda debyut qilgan aktyor hozirgacha o'nlab dramatik seriallarda rol o'ynagan. U shuningdek musiqiy sahnada ham faol. Han xonim Zukko Han xonim rolini Yang Mi-kyun ijro etgan. 64 yoshli aktrisa Janubiy Koreyaning kino dunyosida hali ham faol. Aktrisalik faoliyatidan tashqari 2011-yilda Nagasaki Wesleyan oliygohida professor bo'lib ishlagan. U hozirda Induk oliygohida efirga uzatish va ko'ngilochar ko'rsatuvlar bo'yicha ta'lim beradi. Choi xonim boylik va hokimiyatga muhabbat qo'ygan xonim Choi rolini aktrisa Kuyun Miri a'lo darajada o'ynagan. 60 yoshda bo'lgan Kuyun Miri turli xil seriallarda faol suratga tushishda davom etmoqda. U shuningdek ajoyib aktrisalar Lee Yu-bi va Lee Da-inning onasi hamdir. Lee Yon-sen Pak In-he Tangemning bolalikdagi do'sti Lee Yon-sen rolini ijro etgan. Ushbu serial tufayli u shuhrat qozondi. 47 yoshli aktrisa hali ham serial va ko'ngilochar shoularda faol suratga tushmoqda. U turmushga chiqqan va Lee Yon-e kabi egizak farzandlari bor. Shin-bi Tangemning tibbiyot sohasidagi hamkasbi Shin-bi obrazini Han Ji-min ijro etdi. Ushbu serialdagi kichik roldan keyin aktrisaning nomi tez suratlar bilan o'sib bordi. Hozirda 43 yoshda bo'lgan Han Ji-min Janubiy Koreyaning eng yetakchi aktrisalaridan biri hisoblanadi.